har bir xalqning madaniy o'tmishi uning kelajagiga ham bevosita ta'sir etuvchi muhim nuqtalardan biridir. Qaysiki xalq o'z oldiga ulkan maqsadlarni qo'yar ekan, albatta o'z tarixi va ildizlariga murojaat etadi, o'tmishini chuqur o'rganadi. Zero millatni, xalqni dunyoga tanitadigan, uning qalbiga quvvat bag'ishlab yuksak maqsadlar sari undab turadigan eng muhim vositalardan biri bu shonli tarix, buyuk bobokalonlar merosi, ming yilliklarga borib yetadigan adabiyotidir. Adabiyot millat ongi, tafakkurni shakllantiruvchi eng maqbul vosita, ruhiyatini tiniq kuzgisi hisoblanadi. Abdulhamid Cho'lpon bekorga adabiyot yashasa, millat yashaydi deb bekorga gapirmagan. Aytishimiz mumkinki, har qanday jamiyatni, har qanday mamlakatni iqtisodiy, siyosiy rivojlanishi bevosita adabiyotga bo'lgan munosabatiga qarab belgilanadi. Bugun mamlakatimizda kitobxonlik madaniyatiga, adabiyotga, san'atga bo'lgan e'tibor yuksak darajada. Aytishimiz mumkinki, davlat miqyosi darajasida. Mana ko'plab farmoyishlar qabul qilinyapti, ko'plab chora-tadbirlar belgilanyapti. Ana shundan kelib chiqadigan bo'lsak, muzeylarning, umuman adabiyotni, san'atni bugungi respublikamizning ilmiy, ma'rifiy hayotida tutgan o'rin juda ham beqiyos. Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi ana shunday muzeylardan biri hisoblanadi. Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi nafaqat yurtimizda, balki butun Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan madaniy muassasalardan biridir. Dunyoning turli mamlakatlarida faoliyat ko'rsatayotgan muzeylar orasida aynan adabiy sohani to'liq qamrab oluvchi, uning butun mohiyati haqida so'zlab beruvchi madaniy maskanlar juda kam. Adabiyot muzeyini rivojlanishida hammamizga ma'lum, bizda ayniqsa muzey olimlari yaxshi bilishadi. O'zimizni taniqli siyosiy arbob, katta adib, yirik adib Sharof Rashidovich xizmatlari juda ham ulkan. Sharof Rashidovich mana shu zilziladan keyingi mana shu binoni hozir mana turibmiz biz, Alisher Navoiy nomidagi bino, bu bino ilgari teatr bo'lgan aslida. Zilziladan keyin ancha vayronagarchilikka yo'l qo'yilgan. O'shanda Sharof Rashidovich shu ilmiy, tashkiliy ishlarda faol ishtirok qiladigan katta ustozlarimizdan biri Hamid Sulaymonga mana shu vazifani yuklatishni o'zlariga munosib bilganlar.